Ustani vazifasi, ya'ni avtoelektrik, motorist hamda avtodiagnostikachi. Nimani bilish shart dvigatel haqida? Gaz taqsimlash mexanizmi hamda krivashib shaton mexanizm. 5 ta tizim bor. 5 ta tizimimiz nimalardan iborat? Qo'shish tizimi AKB, u to'ldirish tizimi bobina, svecha, provoda. Ta'minot tizimidan benzin nasos, toplivni filtr hamda injektorga e'tibor qilish kerak. Sovutish tizimida asosan pompa, termostat hamda ventilyator ishlayotgan yoki ishlamayotganini e'tibor qilish shart. Va moylash tizimidagi moy filtr hamda воздушный filtrga e'tibor qilish shart. Bularni barchasini agar biz vaqtida qarab, tekshirib qilsak, tashxis o'zi kelib chiqadi. Avtoelektrik bo'lsin, motorist yo bo'lmasam diagnostikachi bo'lsin, mana shularni tekshirish shart. Mijoz ham qiynalmaydi, siz ham qiynalmaysiz.